Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kanalimizni muntazam kuzatib kelayotgan biz aziz muxlislarimiz. Hurmatli obunachilar, hozir bizda mana begoniyalarimizni har xillari bor. Hurmatli obunachilar, bilasizlar, Rossiyada juda ham ko'p shug'ullanardik begoniya bilan. Mana qaranglar, mana bu sorti boshqa. Undan keyin mana bu sorti yana o'sha juda ham ko'pchilikga oshiq bo'lgan sortlarimizdan bular. Bu sorti hozir mana yana bitta sorti, buni ham juda ham yaxshi ko'ramiz. Mana qaranglar, juda ham chiroyli sortlari bu ham bor. Undan keyingi qizili, mana bu o'sha boshqa sort, 4-sort bo'lyaptimi? Tak, shunda 5-sortimiz mana. Bu 5-sortimiz bo'lyapti. 6-sortimiz mana bu bo'ladi. Yashilini o'zi 3 xili bor ekan. Qaranglar, bakani umuman boshqacha, mana shunday bo'lyaptimi? Keyin yana bir xil sortlarimiz bor. Juda ham chiroyli sortlar bor. Hozir mana bu sortimiz ham bor. Bularimiz hozir kichkina to'ylarda, saydin to'ylar. Mana o'sha baki o'ralib chiqadigan, ko'pchilik yaxshi ko'radigan sortimiz mana shu bo'ladi. Buni yana ikkinchi xili ham bor. Ularni ham hozir ko'rsatamiz, hurmatli obunachilar. Bularni bilasizlar, bakidan qalamcha qilib ko'paytirsa bo'ladi. O'zingizlar bizning kanalimizni postoyanno kuzatganlar biladi. Biz bu gullarni bakidan mana shu joydan kesib ko'paytiramiz. Uni alohida birga yana xudo xolasa vaqtimiz bo'lganda video qilib chiqaramiz, hurmatli obunachilar. Hozir bular mana sotuvda bor, ancha turlari bor. 55 mingdan, hurmatli obunachilar, tuvagimiz. Har xil sortlardan bor. Bemalol zakaz qilsanglar bo'laveradi. Chiqarib yuboramiz O'zbekistonda 12 ta viloyatiga. Begoniya gullarimiz mana shunday chiroylilar bor. Hozir yana bir xilini ko'rsataman. Mana bu o'sha ikkinchi, yana bu o'sha ikkinchi nimamiz. Bular tuvagi kattaroqlari. Ozgina qimmatroq bo'ladi. Mana sortlarimiz, hurmatli obunachilar, begoniya korolevskiyda. Mana shu sorti ham juda ham chiroyli ko'rinadi, mana. Bundan keyin yana bir xil sortimiz bor. Mana bu sorti ham juda chiroyli, mana qaraganingizda. Mana bu sortlar ham chiroyli. Yangi sortlarimiz bor. Mana baklari mana bunday bo'ladi, mana. Baklari o'zi tabiiy shunday bo'ladi. Keyingi sortlarimiz bor. Mana ular ham mana juda ham ajoyib. Mana shu sortlar bor. Keyin oq sortlarimiz ham bor, bilasizlar. Mana baklari oqroq bo'ladi. O'sha baki o'ralib o'sadigan sortimiz ham bor. Mana bu ham. Baki o'zi tabiiy o'ralib o'sadi. Hozir mana. Bularni ham bakidan qalamcha qilsak bo'laveradi, hurmatli obunachilar. Assortimentlarimiz ko'p, begoniya korolevskiy bo'yicha bemalol. Mana qanaqa chiroyli turibdi. Zakaz qilsanglar O'zbekistonda 12 ta viloyatiga ekspress pochta orqali chiqarib beraveramiz. Hozir keyin Teplisamizda ham qanaqa gullarimiz bor, alohida obzor qilamiz. Hozir bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Teplisamizda hozir gullarimiz anchagina ko'p. Bemalol kelib xarid qilib ketsanglar bo'laveradi, hurmatli obunachilar. Mana mendan kelib olib ketganlar uchun bonuslarimiz ham bor. Bonuslar ham bor, chiqazib ham beramiz. Bonuslarimiz ham bor, hurmatli obunachilar, kelib olib ketadigan bo'lsanglar, alohida bonuslarimiz bor. Biz to'g'ri ekspress pochta orqali ishlaymiz, taksilardan ham chiqazib boramiz. Taksilardan chiqazib boramiz. Mana o'zimiz vodiyga polni o'sha avtovokzaldan tarqatib boramiz. Toshkentga qatnaydiganlardan. O'sha Voha tomonga polni pochtadan chiqazib beramiz, hurmatli obunachilar. Agar oz miqdorda bo'lsa, ko'p miqdorda bo'lsa, yuk mashinalardan chiqazib boramiz. Hozir mana bu joyda mana Toshkentga kameliya zakazimiz bor. Ko'p turganinglardek. Shunday ekilgan holatini so'rashdi. Mana ekib tayyor qilib qo'ydik. Bu уже Toshkentga ketyapti. Ko'rib turibsizlar, tuvagi 15 litrlik tuvak. Kameliyamiz. Kameliyalarimiz ham mana bu bir juda ko'p. Vafshi ko'p desak ham bo'ladi. Ochilib turgan holatlari mana kameliyamiz. G'unchalari ham mana shuncha. Mana ko'rib turganinglardek kameliyamiz o'ta go'zallari bor. Kameliyalarimiz har xil. Araukariyalarimiz, sikaslarimiz aytaylik. Araukariyalarimiz mana. Holatlari juda chiroyli. Bularda 160 dan beryapmiz, hurmatli obunachilar. Sikaslarimiz mana. Sikas palmalarimiz bular. Kattaligini qaranglar, mana 1,5 metr chiqadi. To'ngaklarni qaranglar. Bularimiz hozir 1,5 metr chiqadi. Mana shularimiz
450 dan beryapmiz, hurmatli obunachilar. Mana bularimiz bor, mana. Bular kichikroqlari. Bularimiz kichikroqlari, hurmatli obunachilar. Bularda hozir 180 dan kichigi, 200 mingdan kattalarini beryapmiz, hurmatli obunachilar. Gullarimiz juda ham ko'p. Azaliyalarimiz ham mana juda ham ko'p. G'unchadagilari ham bor. Mana endi g'unchalab chiqayotganlari ham bor. Ochilib turganlari ham bor, hurmatli obunachilar. Kelib bemalol aynan mana shu videodan keldim deganlarga alohida prizlarimiz bor, hurmatli obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglarni kutib qolamiz Teplitsamizda.